Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun siz bilan juda ham muhim, hayotiy zarur mavzu haqida gaplashamiz. Aynan hozir ekranda ko'rayotganingizdek alatici 3 yildan ortiq pensiyada bo'lgan har bir shaxs ma'lumotlarini olan yas ma'lumotlarini aprel oyi oksirigacha yangilasin. Vaqtini saçıkkenze takçınıtın hadi battit. Bu chaqiriq har bir nafaqaxo'rga tegishli bo'lib, sizning moliyaviy barqarorligingiz va qonuniy huquqlaringizni himoya qilish uchun o'ta muhimdir. Agar siz ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak bu ma'lumot aynan siz uchun. Shuning uchun videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang, diqqat bilan oxirigacha tomosha qiling. Hodda mana asama chatosini konta. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu sizning nafaqangiz bilan bog'liq muammolarni oldini olishga yordam berishi mumkin bo'lgan yagona ma'lumot manbai bo'lishi mumkin. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nima o'zgargani? Keling avvalo vaziyat qanday bo'lganini va hozir nima uchun shoshilinch choralar ko'rish zarurligini tushunib olaylik. Ilgari pensionerlarning ma'lumotlarini yangilash jarayoni ko'proq passiv xarakterga ega edi. Ya'ni agar sizda yashash joyi o'zgarsa, bank rekvizitlari yangilansa, oilaviy holatingizda o'zgarish bo'lsa yoki pensiyangizni qayta hisoblash kerak bo'lsa, siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilar edingiz. Aksariyat hollarda pensionerlar bu ma'lumotlarni o'zlari o'zgartirishlari shart emas edi. Ba'zi holatlarda davlat idoralari o'rtasidagi axborot almashinuvi orqali ma'lumotlar yangilanar edi. Shu sababli ko'plab nafaqaxo'rlar, ayniqsa keksa avlod vakillari, agar hech narsa o'zgarmagan bo'lsa, nima uchun borishim kerak degan fikr bilan pensiya jamg'armasiga umuman murojaat qilmasdan yillar o'tkazishlari mumkin edi. Bu albatta ma'lumotlarning eskirishiga, ba'zan esa noaniqliklarga olib kelar edi. Misol uchun dagi qisatolar, yashash joyi manzili eskirganligi, telefon raqamlari o'zgarib, aloqa uzilishi kabi holatlar yuzaga kelardi. Bu holatlar pensiya to'lovlarini o'z vaqtida va to'g'ri yetkazib berishda ba'zi qiyinchiliklarga sabab bo'lar edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat qaroriga binoan pensiya tizimida shaffoflikni oshirish, har bir nafaqaxo'rga to'g'ri va adolatli pensiya to'lovlarini kafolatlash, shuningdek pensiya tizimini to'liq raqamlashtirish maqsadida barcha nafaqaxo'rlar uchun majburiy ma'lumotlarni yangilash jarayoni joriy etildi. Ayniqsa 3 yildan ortiq muddat davomida pensiyada bo'lgan va shu muddat ichida o'z ma'lumotlarini yangilamagan fuqarolar diqqat markazida. Bu majburiy yangilanishning asosiy sabablaridan biri davlat byudjetidan nafaqalarga ajratilgan mablag'lardan oqilona foydalanish va hech qanday suiiste'molliklarning oldini olishdir. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida saqlanayotgan ma'lumotlarning dolzarbligini ta'minlash, qalbaki yoki eski ma'lumotlar asosida noto'g'ri to'lovlar amalga oshirilmasligiga ishonch hosil qilish zarur. Shuningdek, bu harakat nafaqaxo'rlarimizning huquqlarini yaxshiroq himoya qilishga, ularga yanada sifatli xizmat ko'rsatishga qaratilgan. Masalan, yangi xizmatlar, yangi to'lov usullari joriy etilganda ma'lumotlar bazasi yangilangan bo'lsa, barcha ma'lumotlar bir zumda pensionerga yetib boradi. Bu jarayonning muhimligi shundaki, agar siz aprel oyining oxirigacha o'z ma'lumotlaringizni yangilamasangiz, pensiya to'lovlarida jiddiy uzilishlar yuzaga kelishi mumkin. Hatto pensiyangiz vaqtinchalik to'xtatilib qo'yilishi ham ehtimoldan xoli emas. Bu esa sizning oilangiz byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan juda yoqimsiz holat. Shuning uchun bu muddatga jiddiy e'tibor qaratishingizni so'rayman. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilish kerak, kim savotirlanishi kerak va kimga buni umuman zarurati yo'q qiling. Ushbu jarayonning eng muhim jihatlarini batafsil ko'rib chiqaylik. Avvalo, nimalarni bilishingiz kerak. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringizning dolzarbligi pensiya jamg'armasi uchun juda muhimdir. Bu nafaqat sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, ismingiz, familiyangiz, otangizning ismi, tug'ilgan sanangiz, balki yashash manzilingiz, aloqa telefon raqamingiz, oilaviy holatingizdagi o'zgarishlar. Agar turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa va boquvchini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, shuningdek bank rekvizitlaringiz kabi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Agar siz o'z pensiyangizni bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz va kartangiz o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumotni ham yangilash zarur. Pensiya jamg'armasi aynan shu ma'lumotlarni yangilab, tizimni tartibga solishni maqsad qilgan. Ushbu ma'lumotlarni yangilash orqali siz davlat tomonidan belgilangan barcha imtiyozlar va to'lovlarni uzluksiz olishda davom etishingizni ta'minlaysiz. Xo'sh, kimlar savotirlanishi kerak
Avvalo 3 yildan ortiq muddat pensiyada bo'lgan va shu vaqt ichida hech qanday sababga ko'ra pensiya jamg'armasi bilan bog'lanmagan, o'z ma'lumotlarini yangilamagan barcha fuqarolar ushbu kategoriyaga kiradi. Bu degani, agar siz 2021 yilning aprel oyidan oldin pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va o'shandan beri pensiya jamg'armasiga biron bir hujjat taqdim etmagan bo'lsangiz, demak siz savotirlanishingiz kerak. Misol uchun oddiy bir vaziyatni ko'rib chiqaylik. Bir vaziyat, Fozil bobo 70 yoshda. U 5 yil oldin nafaqaga chiqqan. Nafaqaga chiqqanidan so'ng hech qanday ma'lumotini yangilamagan. Uning manzili eski pasportdagi manzil bo'lib qolgan, ammo u 1 yil avval farzandi bilan boshqa tumanga ko'chib o'tgan. Telefon raqami ham o'zgargan. Fozil bobo bu yangilanish majburiyatidan beksabar bo'lsa va aprel oyining oxirigacha murojaat qilmasa, uning pensiya to'lovlari vaqtinchalik to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu Fozil bobo uchun ayniqsa dori darmon xarajatlari va kundalik ehtiyojlar uchun pensiyaga tayanadigan shaxs uchun juda qiyin vaziyatni keltirib chiqaradi. U to'lovlarni qayta tiklash uchun keyinchalik ancha murakkab va ko'p vaqt oladigan jarayonni boshdan kechirishi lozim bo'ladi. Pensiyani tiklash uchun u bir nechta idoraga borishi, sababini tushuntirishi, barcha kerakli hujjatlarni qayta to'plashi va hatto kechiktirilgan to'lovlarni olish uchun qo'shimcha ariza yozishi kerak bo'ladi. Bu albatta keksa odam uchun ortiqcha stress va qiyinchilikdir. Ida vaziyat. Zuhra momo 68 yoshda. U 3,5 yil oldin pensiyaga chiqqan. Uning pensiyasi bank kartasiga tushadi. Yaqinda uning bank kartasining muddati tugadi va u yangi karta oldi. Ammo bank kartasi ma'lumotlari avtomatik ravishda pensiya jamg'armasi bazasiga yangilanmagan. Zuhra momo agar bu haqda pensiya jamg'armasiga sabar bermasa va aprel oyi oxirigacha yangi karta ma'lumotlarni taqdim etmasa, uning pensiya to'lovlari yangi kartasiga tushmaydi. Bu esa pensiya to'lovlarini olishda muammolar keltirib chiqaradi. Chunki eski karta allaqachon yaroqsiz holatga kelgan bo'ladi. U nafaqasini olish uchun bankka borishi, keyin pensiya jamg'armasiga borishi, yana hujjatlar to'plashi kerak bo'ladi. Tina vaziyat. Abdugani amaki 75 yoshda, 7 yil oldin pensiyaga chiqqan. Oradan 2 yil o'tib, uning turmush o'rtog'i vafot etgan va u boquvchini yo'qotganlik pensiyasi olish huquqiga ega bo'lgan. U o'shanda boquvchini yo'qotganlik pensiyasini rasmiylashtirish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilgan va ma'lumotlar yangilangan. Ammo bu holat faqat boquvchini yo'qotganlik pensiyasiga oid ma'lumotlarni yangilagan. Uning shaxsiy pasport ma'lumotlari, telefon raqami yoki yashash manzili kabi asosiy shaxsiy ma'lumotlar idagi o'zgarishlar agar bo'lsa avtomatik tarzda yangilanmagan bo'lishi mumkin. Agar u o'sha vaqtdan beri yana 3 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa va o'zining asosiy pensiyasi bilan bog'liq ma'lumotlarni umuman yangilamagan bo'lsa, u ham ushbu chaqirik ostiga tushadi. Chunki boquvchini yo'qotganlik pensiyasini rasmiylashtirish bir narsa, umumiy shaxsiy ma'lumotlarning dolzarbligi esa boshqa narsa. Pensiya jamg'armasi endilikda butun ma'lumotlar bazasining to'liqligini ta'minlashni maqsad qilgan. So'sh kimga bu yangilanish umuman zarurati yo'q. Eng avvalo 3 yildan kamroq muddat avval pensiyaga chiqqan fuqarolar. Misol uchun agar siz 2021 yil may oyida yoki undan keyin pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz nisbatan yangi hisoblanadi va hozircha sizdan qo'shimcha harakatlar talab qilinmaydi. Bundan tashqari, agar siz yildan ortiq pensiyada bo'lsangizda, lekin oxirgi yil ichida pensiya jamg'armasiga biron bir sababga ko'ra, masalan, pensiyangizni qayta hisoblash, yangi bank kartasi ochish, yashash joyingizni o'zgartirish va bu haqda rasman xabar berish kabi murojaat qilgan bo'lsangiz va shu munosabat bilan ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, sizga ham hozircha bu yangilanishning shoshilinch zarurati yo'q. Biroq shuni ta'kidlash joizki, agar sizda yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, bank rekvizitlaringiz yoki oilaviy holatingizda o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa va siz bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, oxirgi yangilanish muddati qachon bo'lishidan qat'iy nazar bir ma'lumotlaringizni tekshirib yangilashingiz tavsiya etiladi. Bu har doim sizning manfaatingiz uchun xizmat qiladi. Davlat idoralari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi tizimi doimiy ravishda takomillashib bormoqda. Biroq shaxsiy ma'lumotlaringizning eng to'g'ri va dolzarb ekanligiga shaxsan ishonch hosil qilish sizning vazifangizdir. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, tuzoqlar va nuanslar har bir qoidaning o'ziga xusus istisnolari
va kutilmagan jihatlari bo'ladi. Bu holatda ham shunday. Keling, ba'zi bir muhim istisnolarni, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tuzoqlarni va odatda e'tibordan chetda qoladigan nuanslarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Chunki bu sizga jarayonni tushunish va muammolardan qochishga yordam beradi. Istisnolar: it jismoniy holati cheklangan yoki yotoqqa mixlanib qolgan shaxslar, agar nafaqaxo'rning sog'ligi tufayli shaxsan pensiya jammasin. Masligi allazgi aniq bo'lsa, u holda ular uchun alohida mexanizmlar mavjud. Bunday holatlarda nafaqaxo'rning yaqin qarindoshlari yoki ishonchli vakili notarial tasdiqlangan ishonch-noma bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilishlari mumkin. Ishonch-noma orqali ma'lumotlarni yangilash mumkin bo'ladi. Ba'zi hollarda agar shaxsning holati juqqa juba dutta pasta ojuka pakeya itayirta bapa palscha passamatala pensiya jamg'armasining mas'ul xodimlari yoki ijtimoiy xizmat vakillari fuqaroning yashash manziliga tashrif buyurib ma'lumotlarni joyida yangilashga ko'maklashishlari ham mumkin. Ammo bunday holatlarda alohida murojaat va kelishuv talab etiladi. Bu haqda imkon qadar oldindan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi bilan bog'lanib ma'lumot olish zarur. 2. Chet elda yashovchi nafaqaxo'rlar. Agar siz doimiy yashash uchun chet elga ketgan bo'lsangiz va O'zbekistondan pensiya olayotgan bo'lsangiz, vaziyat biroz murakkablashadi. Bunday holda ma'lumotlarni yangilash uchun siz O'zbekistonning chet eldagi diplomatik vakolatxonalariga, elchixonalar yoki konsulliklar murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ular orqali tegishli hujjatlarni rasmiylashtirib pensiya jamg'armasiga yuborish mumkin. Ba'zi davlatlar bilan O'zbekiston o'rtasida akborot almashinuvini soddalashtiruvchi bitimlar mavjud bo'lsa-da, shaxsiy ma'lumotlarni yangilash majburiyati sizdan soqit bo'lmaydi. Elektron hukumat portallari orqali ma'lumotlarni masofadan turib yangilash imkoniyati ham bor, ammo buning uchun elektron raqamli imzo eri talab qilinadi va ba'zi texnik qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun chet elda bo'lsangiz eng yaxshi yo'l bu konsullik orqali harakat qilish. Yaqinda boshqa sababga ko'ra ma'lumotlarini yangilaganlar. Yuqorida aytganimizdek, agar siz oxirgi 3 yil ichida pensiyangizni qayta hisoblatgan bo'lsangiz, yangi bank hisob varag'ini rasmiylashtirgan bo'lsangiz yoki yashash joyingizni o'zgartirganligingiz haqida pensiya jamg'armasiga rasman xabar bergan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lishi kerak. Biroq shuni yodda tutingki, ba'zi holatlarda faqatgina aynan shu sababga oid ma'lumotlar yangilanadi. Misol uchun, pensiyangizni qayta hisoblashda faqat ish staji va daromadga oid ma'lumotlar ko'rib chiqilgan bo'lishi mumkin. Ammo sizning telefon raqamingiz oilaviy holatingizdagi agar bo'lsa, kabi boshqa shaxsiy ma'lumotlaringizga e'tibor berilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hatto yaqinda murojaat qilgan bo'lsangiz ham, agar sizda shaxsiy ma'lumotlaringizda bir o'zgarish bo'lgan bo'lsa, baribir pensiya jamg'armasiga murojaat qilib barcha ma'lumotlaringizning dolzarbligini tekshirishni qattiq tavsiya qilaman. Har ehtimolga qarshi prinsipi bu yerda juda dolzarbdir. Tuzoqlar va nuanslar. 1. Firibgarlar har doim shuni yodda tutingki, pensiya jamg'armasi yoki boshqa davlat idoralari sizdan hech qachon telefon orqali bank karta raqamingiz, maxfi kodlaringiz, pin kod, CVV, CVC kodlari yoki to'liq pasport ma'lumotlaringizni so'ramaydi. Agar sizga pensiyangizni yangilash bahonasida shunday qo'ng'iroqlar yoki SMS xabarlar kelsa, ehtiyot bo'ling. Bu firibgarlarning ishi bo'lishi mumkin. Har qanday shubhali xabarlarga javob bermang va hech qanday shaxsiy ma'lumotlaringizni oshkor qilmang. Ma'lumotlarni yangilash faqatgina pensiya jamg'armasining rasmiy idoralarida yoki ishonchli elektron hukumat portallari orqali amalga oshiriladi. 2. Hujjatlar yo'qolishi. Agar sizning pasportingiz, pensiya guvohnomangiz yoki boshqa muhim hujjatlaringiz
yo'qolgan bo'lsa bu jarayonni murakkablashtiradi. Bunday holatlarda avvalo yo'qolgan hujjatlarni tiklash uchun tegishli idoralarga, pasport uchun aybiga, pensiya guvohnomasi uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Hujjatlarni tiklash jarayoni ma'lum vaqt talab etadi. Shuning uchun aprel oyining oxirgi muddatini hisobga olib, bu ishni imkon qadar tezroq boshlash muhimdir. Vaqt o'tishi bilan kechikishlar pensiya to'lovlarida uzilishlarga olib kelishi mumkin. Uch yil qoidasining noaniq talqini. Ba'zilar 3 yilni pensiyaga chiqqan kundan boshlab hisoblashadi, boshqalar esa oxirgi ma'lumotlar yangilangan sanadan. Pensiya jamg'armasi talqini bo'yicha bu oxirgi 3 yil ichida pensiya jamg'armasi bilan biron-bir aloqaga chiqmagan va ma'lumotlarini yangilamagan shaxslarga tegishli. Agar siz masalan 5 yil oldin pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, lekin 2 yil oldin manzilingiz o'zgarganligi sababli pensiya jamg'armasiga borib, bu haqida xabar bergan bo'lsangiz, demak sizning oxirgi ma'lumotlaringiz 2 yil oldin yangilangan hisoblanadi. Shunday bo'lsa ham, agar sizda hozir yana biror o'zgarish bo'lsa, buni pensiya jamg'armasiga bildirishingiz shart. Muhimshasi ma'lumotlaringizning dolzarbligini ta'minlashtir. 4. Navbatlar va kechikishlar. Aprel oyi oxiriga yaqinlashganda pensiya jamg'armasi idoralarida navbatlar ko'payishi mumkin. Bu ayniqsa yoshi katta, sabr toqati kam bo'lgan nafumman batannavan shular uchun noqulaylik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar ertaroq murojaat qilish, ish kunining boshida borish yoki odatda kamroq odam bo'ladigan kunlarni tanlash tavsiya etiladi. Ba'zi joylarda elektron navbat tizimlari yoki onlayn ro'yxatdan o'tish imkoniyatlari mavjud bo'lishi mumkin. Bu haqda mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limidan oldindan so'rab ma'lumot olishingiz mumkin. Ba'zan hukumat xizmatlari markazlari yoki yagona darcha markazlari orgali ham bunday xizmatlarni olish imkoniyati mavjud. 5. Davlat ma'lumotlar bazalari o'rtasidagi aloqa. Hozirgi kunda davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvi faol tarzda yo'lga qo'yilmoqda. Masalan, fuqarolik holati, dalolatnoma dalolatnari vanadakino tudilish, nikoh, o'lim qayd etish organlari, fardiyo, kadastr idoralari, ichki ishlar idoralari ma'lumotlari pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasi bilan avtomatik tarzda bog'lanishi mumkin. Bu kelajakda sizning ma'lumotlaringizni avtomatik ravishda yangilashga yordam beradi. Biroq hozirgi bosqichda bu tizim hali to'liq mukammallikka erishmagan. Shuning uchun bu avtomatik yangilanishlarga to'liq ishonmasdan o'z ma'lumotlaringizni shaxsan tekshirib chiqish va zarur bo'lsa, yangilash majburiyati sizning zimmangizda qoladi. Chunki tizimdagi har qanday uzilish yoki xato sizning pensiya to'lovingizga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, agar turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa va fadyo ma'lumotlari darhol pensiya jamg'armasiga yetib bormasa, siz boquvchini yo'qotganlik pensiyasini olish huquqiga ega bo'la turib, uni o'z vaqtida rasmiylashtira olmasligingiz mumkin. Yoki aksincha, vafot etgan shaxsning pensiyasi noto'g'ri tarzda davom ettirilishi mumkin. Bu esa keyinchalik jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Amaliy maslahatlar, fuqaro nimalar qilishi kerak, endi esa eng muhim qismga o'tamiz, aniq harakatlar rejasi. Siz nimalar qilishingiz kerak, qayerga borishingiz, qanday hujjatlar to'plashingiz va nimalar yozishingiz kerakligi haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu bosqichma-bosqich qo'llanma sizga jarayonni silliq va mo'msiz yakunlashga yordam beradi. Madad qaddam hujjatlarni yig'ish. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan oldin barcha kerakli hujjatlaringizni to'plab olishingiz shart. Quyidagilar ushbu ro'yxatga kiradi. Pasportingiz, yangi namunadagi ID karta bo'lsa, u ham qabul qilinadi. Pasportingizning amaldagi muddatini tekshiring. Agar muddati o'tgan bo'lsa, avvalo uni yangilashingiz kerak. Pensiya guvohnomangiz, pensiya kitobchasi. Bu hujjat sizning pensiya to'g'risidagi asosiy ma'lumotlaringizni tasdiqlaydi. Nikoh guvohnomasi, agar oilaviy holatingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, turmushga chiqqan bo'lsangiz yoki aksincha ajrashgan bo'lsangiz. O'lim guvohnomasi, agar turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, ayniqsa boquvchini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsangiz.
bank hisobvaragi ma'lumotlari bank kartasi raqami, hisob raqami. Agar pensiyangiz bank kartasiga tushsa va siz kartangizni o'zgartirgan bo'lsangiz yoki bank rekvizitlaringizda biron o'zgarish bo'lgan bo'lsa, sizning bank kartangizning o'zi emas, balki bankdan olingan rekvizitlar ko'proq ma'lumot beradi. Yashash joyingizni tasdiqlovchi hujjat agar manzilingiz o'zgargan bo'lsa va bu pasportingizda aks etmagan bo'lsa, masalan, uy daftari yoki shu kabi hujjatlar. Qadam qayerga murojaat qilish kerakligini aniqlash. Siz o'z ma'lumotlaringizni yangilash uchun bir nechta joyga murojaat qilishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari bu eng an'anaviy va ishonchli usul. Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Davlat xizmatlari markazlari, sobiq yagona darcha markazlari, hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari ko'plab xizmatlarni, shu jumladan pensiyaga oid ma'lumotlarni yangilash xizmatini ham taklif qiladi. Bu yerda sizga qulayroq sharoitlar yaratilgan bo'lishi mumkin va navbatlar kamroq bo'ladi. Mahalla fuqarolar yig'inlari ba'zi hollarda ba'zi hujjatlarni rasmiylashtirish va ma'lumotlarni dastlabki tekshiruvdan o'tkazish uchun mahallangizdagi mas'ul shaxslar, masalan, mahalla raisi yordamchilari orqali ham dastlabki ma'lumotlarni taqdim etish mumkin. Ammo yakuniy tasdiqlash uchun pensiya jamg'armasining o'ziga murojaat qilish zarur bo'ladi. Elektron hukumat portali MyGov.uz. Agar sizda elektron raqamli imzo eri bo'lsa va kompyuter yoki smartfon bilan ishlashga ko'nikmangiz bo'lsa, bu portal orqali ham ba'zi ma'lumotlarni masofadan turib yangilash imkoniyati mavjud. Ammo har doim ham barcha turdagi ma'lumotlarni to'liq yangilash imkoni bo'lmasligi mumkin. Eng ishonchli usul shaksan murojaat qilish. 3 qadam. Arizani to'ldirish va ma'lumotlarni tekshirish. Pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga borganingizda sizga ma'lumotlarni yangilash uchun maxsus ariza shakli beriladi. Ushbu arizani diqqat bilan to'ldirishingiz kerak. Nimalarni yozish kerak? Arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, fe'li chapto, pasport ma'lumotlari, jismoniy shaxsining shaxsiy identifikatsiya raqami sotto, yashash manzilingiz, aloqa telefon raqamingiz, bank rekvizitlaringiz agar mavjud bo'lsa va oilaviy holatingizdagi o'zgarishlar agar bo'lsa, ko'rsatiladi. Barcha ma'lumotlarni aniq va to'g'ri kiritganingizga ishonch hosil qiling. Agar sizning biron bir ma'lumotingiz o'zgargan bo'lsa, arizada buni aniq ko'rsatishingiz lozim. Misol uchun, telefon raqamim asdan ga o'zgardi deb yozishingiz mumkin. Ma'lumotlarni tekshirish. Mutaxassis sizning taqdim etgan hujjatlaringiz asosida tizimdagi ma'lumotlaringizni tekshiradi. Sizga o'zingizning pensiya jamg'armasidagi shaxsiy faylingizdagi ma'lumotlarni ko'rib chiqish imkoniyati berilishi mumkin. Bu yerda barcha ma'lumotlarning to'g'riligiga, ayniqsa ismingizning yozilishiga, tug'ilgan sanangizga va yashash manzilingizga alohida e'tibor bering. Agar biron bir qisqartirish yoki noaniqlik topsangiz, darhol bu haqda xabar bering va tuzatish kiritilishini so'rang. 4 qadam hujjatlarni topshirish va tasdiqlash. Arizani to'ldirgandan so'ng uni va barcha kerakli hujjatlaringizning nusxalarini, asl nusxalarini ham ko'rsatish talab qilinadi. Yimasapma nadian mas'ul sodimga topshirasiz. U hujjatlarni qabul qilganligi haqida sizga kvitansiya yoki ma'lumotnoma berishi kerak. Bu hujjat sizning murojaatingiz tasdiqlanganini va pensiya jamg'armasi tomonidan qabul qilinganini isbotlaydi. Bu kvitansiyani saqlab qo'yishni unutmang. Chunki kelajakda biron bir muammo yuzaga kelsa, bu sizning haqligingizni isbotlovchi yagona hujjat bo'ladi. Qadam jarayonni kuzatib borish. Ma'lumotlaringiz yangilangandan so'ng pensiya jamg'armasining aksborot tizimida bu o'zgarishlar aks etishi uchun ma'lum vaqt kerak bo'lishi mumkin. Siz yangilangan ma'lumotlaringizning tizimga kirib tasdiqlanganligiga ishonch hosil qilish uchun bir necha kundan so'ng pensiya jamg'armasiga telefon orqali yoki shaxsan murojaat qilib ma'lumotlaringizning holatini so'rashingiz mumkin. Bu ayniqsa aprel oyining oxirgi kunlariga yaqin murojaat qilganlar uchun juda muhim. Chunki agar kechikishlar yuzaga kelsa, sizda yana harakat qilishga vaqt bo'ladi.
Shulosa kelib aytganda, bu jarayon juda oddiy va ko'p vaqt talab qilmaydi, lekin uning ahamiyati benihoya katta. Xulosa va yakuniy chaqirik, aziz tomoshabinlarim, bugun biz juda muhim mavzuni muhokama qildik. Esingizda bo'lsin, aprel oyining oxirigacha pensiya jamg'armasidagi shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilash bu shunchaki rasmiyatchilik emas, balki sizning kelajakdagi pensiya to'lovlaringizning kafolatidir. Agar siz 3 yildan ortiq muddat pensiyada bo'lgan bo'lsangiz va shu vaqt ishida o'z ma'lumotlaringizni yangilamagan bo'lsangiz, zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. Yuqorida aytib o'tilgan oddiy qadamlarni bajarish orqali siz o'zingizni kutilmagan moliyaviy muammolardan va stressli vaziyatlardan himoya qilasiz. Bu ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Iltimos, bu videoni nafaqat o'zingiz ko'ring, balki oila a'zolaringiz, do'stlaringiz va barcha yaqinlaringizga, ayniqsa pensiya yoshidagi qarindoshlaringizga yuboring. Kimdir bu ma'lumotdan beksabar qolmasin. Zero birgina video yordamida kimningdir pensiya to'lovlarining to'xtatilishining oldini olishimiz mumkin. O'z fikr va savollaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Ularga javob berishdan mamnun bo'laman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va barcha ishlaringizda omad tilayman. Ko'rishguncha.